O'zbekistonda yirik yashil energetika loyihalari ro'yobga chiqarilyapti. So'nggi yil davomida Namangan viloyatida mintaqaning yillik ehtiyojining 60% ga teng TEM inshootlari ishga tushdi. Shulardan biri Norin gidroelektrostansiyalar kaskadining birinchi bosqichi. U Norin daryosi o'zanida. Loyiha qiymati $428 million. GES quvvati 228 megawatt. Respublikada birinchi marta yangi energetika obyekti qurishda gorizontal kapsula gidroagregatlaridan foydalandi. Ular suv bosimi kam bo'lgan taqdirda ham katta samara beradi. Loyiha 450 mingta xonadonni yashil energiya bilan ta'minlaydi. Bu esa mamlakatning yiliga 290 million kub metr tabiiy gazni tejashiga olib keladi. Jami 6 ta stansiya bunyod etilishi rejalashtirilgan. Bunda suv to'sish inshooti, suv olish inshooti, suv keltiruvchi kanal, suv olib ketuvchi kanal, GIS binosi, ochiq taqsimlash qurilmasi va bir qancha yordamchi xo'jalik binolaridan tashkil topgan belgilangan grafik reja asosida qurilish montaj ishlarini olib bordik. Qurilish montaj ishlari jarayonida 1200 ga yaqin ishchi xodimlar, muhandislar ishtirok etishdi. Biz buni uddaladik. Bu bilan parallel ravishda ikkinchi GESimiz va uchinchi GESlarimizda qurilish montaj ishlari davom ettirilmoqda.